Assalomu alaykum qizlar. Shunaqa kalta yengni tikishga qiynaladiganlar. Mana shu xato bo'ladi. Tepasi ko'tarilib qoladi. Choki tagidan ko'rinib qoladi. Ko'pchilikning xatosi bu. Buni men qanaqa qilib bichishi ko'rsatib beraman qisqa videoyimda. Kalta yeng bichish uchun 48 razmerga bo'lamiz. To'rga 12 ga qo'shamiz to'rni 16. Bu yeng tomi bo'ladi. Yeng tomi uchun 48 ga masalan o'sha 96, 97, 98 ko'krak aylaniga ham tushadi bu. Yeng tomiga kalta yeng bichimi bu. Mana buning uchun mana material taxlab oldim. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Bu mana tekis qilib to'rtburchak hosil qilib oldim. Endi bizga kerak bo'ladi nazoratda mana proymamiz 20.5 ida. Proyma qanaqa ko'krak aylanani 10 ga bo'lib 10,5 qo'shib olganman. Bilak aylanasi yo'g'onlarni ham tekshirib o'tiladi. Yuqori bilagini. Yuqori bilak aylanani 2 ga bo'lib 4-5 sm-cha qo'shib olganingizda ham chiqib keladi. Mana bu masofadan bu yergacha. Endi bizga yeng tomi, ko'pchilikning yengi kalta yengda juda ko'p xato qilishyapti. Shuning uchun yeng tomida xatolik bo'ladi. Biz yeng tomini formula bo'yicha o'sha 16 sm qilib hisob-kitob qilib oldik. Mana xuddi shunaqa qilib formulada hisob-kitob qilinadi. Kalta yengda yeng tomi shunda aniq chiqadi. Endi yeng tomimiz mana ochiq tarafdan 16 sm mana tushib oldim. Ko'p shogird qizlar shunda xato qilishadi. Yeng uzunligimizni olganmiz mana 25 sm da mana to'g'ri to'rtburchak hosil qilib bo'lib oldik. Endi shundan mana to'g'ri olib tushamiz. Va shuni mana sirazi mana o'rtasidan bo'lganimizda mana shunaqa qilib bo'linadi. Endi hisob-kitob qilib o'tirmasdan mana belgi, yana shuni ham o'rtasidan bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Xuddi shu holatda mana belgi qo'yamiz. Mana bu mana men o'zi o'z taxmin belgilab ketaman. Mana buni tepasiga 1,5-2 sm, pastga 1 0,5 qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda chizib olamiz, bichib olamiz va pastda bilak aylanasi kimdir torroq bo'lsin deydi, kimdir kengroq. Biz klientdan o'lchab olganmiz 29 bilak aylanasini. Shuning uchun 2 ga bo'lganimizda 14,5 bo'ladi. Biz yana 3 sm o'sha choq haqi hammasini qo'shib 18 qilib olamiz. 17,5 ya'ni. Mana shu kalta yeng hisoblanadi. Shunda ideal yeng bo'ladi. Aynan shu yerida